Hammaga assalomu alaykum, qadrli obunachilar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bizni katta kanalda men bilmay o'chirib yubordim. Hammaga har kuni tekin kupon berib turgan edim. Kanalda bilmasdan o'chirib yubordim. Boshqatdan Taxmin.uz kanalini ochdim. Bemalol hozir Taxmin.uz deb qidirib YouTube profilimizda pastga qo'yib qo'yganman silkani ustiga bosib kiraverasizlar. Birinchi navbatda bugundan boshlaydi bu kanal ishini. Sizlarga kuniga men o'zim kupon berib turaman. O'taydigan men o'zim har kuni ishlayman. Kam summa bo'lsa ham ko'tarib beraman shu o'taylarni. Bemalol men bilan ishlasanglar. Endi minus bo'lib turadi, orada minus bo'ladi. Bas ko'rsatmayapti. Men sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Minus bo'ladi, lekin katta minusga kirib ketmaymiz. Bemalol shotlarni ko'tarsanglar bo'ladi. O'zim yordam beraman shotlarni ko'tarishga. Katta minus bo'lmaydi, lekin bizda hammasi ishonchli, 100% kuponlar tayyorlab beraman. Bugungi kuponimiz ko'rib chiqamiz. Real Oviedo Espanyol asosiy o'yin 2 bo'lishni olganman. Ikkitadan ko'p gol bo'ladi. Ikkinchisi Gamover 96, Schalke 04. Ikkala taymda gol. Bu degani birinchi taymda qaysi bir jamoa ursa, ikkinchi taym ham qaysi bir farqi yo'q, durang bo'ladimi, nima bo'ladi, qizig'i yo'q. Ikkala taymda gol bo'lsa bo'ldi. Keyin Fransiya 2-divizion. Po degan jamoa bilan Fot 38. Ikkalasiga общий burchakdan 8.5 tadan ko'p oldim. Bularda burchak zarbasi juda ko'p bo'ladi. Hammalarga va'da beraman. Chiroyli kuponlar qilib beraman. Chiroyli o'taydigan 100%lik. Bemalol hoziroq Telegram kanalimizga o'tamiz. Telegram kanalimiz shu YouTube profilimiz tagida bo'ladi. Hoziroq obuna bo'lib, men YouTubedan keldim deb yozib qo'yasizlar. Kuponlarni olasizlar. Hoziroq YouTube'ga kiramiz. YouTube'ga kirib, obuna bo'lib, Telegram kanalimizga o'tib olamiz. Telegram kanalimiz ko'rsatdim. Hozir ish faoliyatini boshlaydi. 44 ta odami bor. Kuzatamiz. Bu yangi kanal. Eski kanalimizni o'chirib yubordim. 2000 ta bor ekan. Men bilmay o'chirib qo'yibman uni. Hozirdan boshlaymiz faoliyatni. Bemalol o'tib, kuponlarni olib, ishonchli kuponlarni olamiz. Kim minusda yurgan bo'lsa, yutqazishdan charchagan bo'lsa, mana o'zimga yozinglar, bo'ldi. Men sizlarni plyusga olib chiqaman. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.